Toshkent shahrining eng yaxshi lokatsiyalaridan bo'lgan Yashnobod metro bekatining 2-metro bekatida 9 etajli aldomning 6-etajda bitta yaxshi kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Kvadrati ham juda katta, narxini ham sразу aytib o'tib ketamiz. 48500 dollar. Kvadrati 58 u 2 kvadrat. Mana ko'rishingiz mumkin, shunda metroning yonida. Sizlarga buni obzorini qilib beramiz. Ko'chadan kirish eshigi bo'ladi. Podyezddan kirish eshigidan qaraganimizda shunda mana metro bekati. Kirganimizda mana shunaqa kattagina koridor. Koridor bo'ylab yurganimizda kuxnya qismi bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bezremont holatda kvartiramiz. Ko'rishingiz mumkin bo'lsa, vanna qismi kafillarda turibdi. Bu esa garderobnisi. Bu esa hojatxonasi mana. Alohida. Bu esa ayollar sevadigan garderobni bo'ladi. Bankalar qo'yadigan joy. Mana ko'rishingiz mumkin. Kvadrat katta kvartira. Zal qismimiz, zal ham kattagina razmerda. Bu esa ota-onalar yotoqxonasi, bu ham kattagina razmerda. Remont qilib asojit qilib olsanglar, cho'tki bo'ladi bu. Bu esa ota-onalar yotoqxonasining orqasida kattagina balkoni ham bor, taxminan eni 2 ga 3 razmerda. Zalning orqasida ham mana ko'rishingiz mumkin, balkoni bor. Buni ham ochib olib, oxirigacha qo'shib yuboriladigan bo'lsa, kattagina ikkita xona chiqadi. Bu olib sotarlar uchun ham juda yaxshi variant. Bosib oladigan joyi, bundan yaxshi variantlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizning kanalimizdan yiroqlashmang. Like va podpiska bosishni unutmang.